Kolossiyumga keldik. Ham juda chiroyli joy ekan. Ham mana bir sensoriy bo'lsa kerak, ham mana bir Kolossiyum. Kechga ham kelishimiz mumkin. Shu kechga bu yerda yonadi svitlari. Chiroyli bo'ladi. Hozir keyinroq ichkarisiga kiramiz. Ha. Yo'q, hozir kira olmaymiz. Rosa ochiradi ekan, qara ochiradi. Aniyodan boshlangan. Bo'lmasa keyinroq kiramiz. Eli kechga kelamiz, eli ertalab kelamiz. Keyin mana bu yerga hozir kiramiz. Bir Watson City yoki o'zim bilmayman qayer, lekin o'ylayman Watson City. Ham odishga kiramiz. Ham ko'ramiz qani nima bor ekan. Biz bir zamonlarda gladiatorlar nima qilgan? Urush qilgan. What even is a gladiator? Bunaqa hozirgi bokschilar bor-ku. Ular lekin sport o'ynashgan. Bu yerdami yoki yerda? Aşağıda. Animallarni olib kelishgan, animallar bilan ana odamlarni urushtirishgan. Shunaqa joy bo'lganda avval. Keyin kenglar mana shu yerda yashagan. Uylari bo'lgan ularning aksli yo'lar. Sen yaşagan bo'larmiding shunaqa uylarda? Yo'q. Men yaşagan bo'lasizmi? Ya lekin sen bilasan sal agar kenglar bilan o'ldirolmagan bo'lsa. Lezzetlari ham g'alati bo'lar ekan.